Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün Çislak 2023 yıl 8. ayının 1. günü. Haftaga seyşembe, hürmetli vatandaş. Yukarıda leksiyelerini körüp ettiğinler. Endi sizlerge kısa haberler degan mavzula aslida bir leksiya tayyorlab keldim. Buni tasavvuringlarga qo'ydik vatandoshim. Tasavvur fikr qilish yo'linglarga qo'ydik vatandoshim. Masalan, xabar birinchi mundaq. Cumhuriyet Partiyasi Amerika bilan murassaalashdi. Mavzuli xabar 7 ayning 31 kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Cumhuriyet Ministerligi 4 organ birlashma axborot e'lon qilib, odamsiz aeroplanga moddiy uskunalarni eksport qilishni boshqaradiganligini 9 ayning 1 kunidan boshlab ijro qiladiganligini e'lon qildi. Biz tushunganimizda muhokamada vatandoshim, Ukrayna armiyasi hozir Rossiya chegarasi ichida urush qilyapti. Rossiya chegarasi kengaydi. Buni prezident Zelenskiy ham shundoq bayonot qildi. Bugun yana shundoq bayonot. Shundoq bir paytda hozir bu nima ish deb men sizga savol qo'ydim vatandoshim, savol. Xalqaro jamiyat Ukraynaning Rossiya chegarasi yoki Rossiya davlat tavalligiga kirishning oldin to'sib kelgan edi. Bu qanday bo'lgani? Qo'yib etildimi Ukrayna armiyasi degan edi vatandosh. Bugun endi hozir nima deydi birinchi bo'lib? Cumhuriyet hükümeti odamsiz aeroplan eksport qiladi ekan, juma esinglarda bo'lsin. Bu eksport qilgan odamsiz aeroplanlarning uskuna asboblarini mi eksport qiladi ekan? Qaraganda bu eksport boshqa yerga emas, ya'ni Rossiya qilingan eksport bo'lsa kerak. Bütün xabarni ko'rishga vaqtim yetmadi. Rossiya qilingan eksport bo'lishi kerak. Tunugun Ukrayna armiyasi Rossiyaning chegarasi ichida urush qilamiz. Rossiya chegarasi kengaydi. DVD bugun Cumhuriyet Partiyasining Savdo Ministerligi 4 organ birlashib bayonot e'lon qilib, odamsiz aeroplan eksport qilishni va uning uskuna asboblarini eksport qilishni cheklaymiz. Buni 9 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yamiz deydi. Endi mishaga qo'yilgan mavzu nima? Cumhuriyet Partiyasi Amerika bilan murassaalashdi deydi vatandosh. Qaltis gap vatandosh. Yana bir xabar. Rossiya Ukrayna shiddatli urush ichida. Rossiya territoriyasiga qaytib keldi. Mavzuli xabar 7 ayning 31 kuni erkinlik vaqt gazeti e'lon qilindi. Tunugun kuni bugun kuni o'xshash. Rossiya chegarasiga qaytib keldi. Yana bir xabar. Amerikada hozir bir maydon o'yin o'ynayotdi. Mavzuli xabar 7 ayning 31 kuni Junshin xabar tor e'lon qilindi. Jungoning o'zining tori. Xabar mundaq boshlandi. Cumhuriyet Akademiyasi Amerika Tadqiqot instituti tadqiqotchisi John Yefey 8 ayning 1 kuni Yer shari vaqt gazetida maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhuriyet siyosati 56 tirkishish bosqichiga kirib keldi. Amerika universal davlat kuchiga erishgan bir davlat sifatida Cumhuriyetning uzun muddatli taraqqiyotini cheklash ko'rinyapti. Yani başlayayım Cumhuriyet Partiyasi Amerika bilan murosaaga keldi. Bu yerda hozir bu kishi Washington nima Yarshar vaqt gazetiga maqola yozib, hozir Cumhuriyet bilan Amerika o'rtasidagi siyosiy elishish, bu elishishda Amerika ustunlikka ergishib, bu ustunlik bilan hozir Cumhuriyetning taraqqiyotini cheklamoqchi bo'lyapti. Yana bir xabar. Cumhuriyet Jamoat Xavfsizligi Ministerligi. Bundan qanday inchkilik bilan diqqat qiling. Cumhuriyet Jamoat Xavfsizligi Ministerligi hujjat tarqatib,
Ama adam özünü qoğdaydigan vaqt yetip keldi, dedi. Mavzulu haber Germaniya Sadası Radyosu ilan kılın. Haber mundaq başlandı. Cunguda Devletlik Bexatarlik Ministerligi jasuslardan paxas buluş üçün xalq bilan hamkorlashish kerak, dedi. Bexatarlik Ministerligi 8 ayının 1 kuni mundaq ko'rsatdi. Jasuslardan paxas buluşqa xalq bilan hamkorlashish kerak. Shaxslarning chaqimchiligi pash qilish yo'llari bo'lishi kerak. Ularga mukofotlash, taqdirlash elib berishimiz lazım. Bütün memleket casus göründü mü hazır? Çünkü Kompartiyasının közüge. Qarana hazır. Bu mavzunun siyasi, birlik çep siyasının içindeki birini tartıp bir zerb biriş, birini maqtab, birini düşman qaylandırış, birini uçurup kök çıkırıp boğandaki yani yerge uruş. Bu mavzun kollanıp gelgen siyaset bugün çünkü Kompartiyası yani işte bir adam bir düşman. Bir adam bile yani bir adamın münasebeti işte bilen müşkinin yani münasebeti düşmanlık münasebeti ölçmenlik münasebeti elbette insan aciz roy cihette bir aciz mahlukat insan diye vatandaşım. Eğer bunda başka yok planlı kaldı insanlarını birbirine düşmanga aylandırış bulduğun bozun bir dakikada. Bolup mu savaşsız ellerde bir dakika içinde iş kayılındı, reallık kayılındı vatandaşım. Her kim işkinci birisini çekip, setip, hükümetke tutup bir işe aldıraydı. Üzülü şu yol arkalı qoğdurmakta buldu. İnsanın muşa acizliğinden çünkü Kompartiyası paylanıp, hazır devlet içinde muş siyasetini yolu koyup, devlet başkuruşunu iş kaçırmakta oldu. İşte 2023 yıl yani bir haber 7. ayın 31. günü Prezident Joe Biden Reisi Jinping'e mundaq dedi. Amerika Tinç Okean devleti, yani Ulug Okean devleti. Amerika Kaliforniya ştatı Ulug Okean'ın g'arbida. Jungo Kompartiyasının devleti Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Ulug Okean'ın sharqida. Mana shunday munosabat vatandosh chegara desa. Devleti Reisi Jinping'e mundaq dedi. Amerika Tinç Okean devleti. Cungunu katlam koruşav gelip ondan Amerika'nın raketa harbi bazısını ilan kıldı. Deydi halkılık beytle 7. ayının 31. günü YouTube'da. Yani bir haber vatandaşım. Ukrayna armiyası Krimiya aralığı 57 qatam hücum kıldı. Kövrük Rusya harbiy bazası, Rusya'nın ok doğru iskilatı hamma taraf ot yalqını içinde kaldı. Mavzuluk video film 7. ayının 31. günü YouTube'da ilan kılındı. Doğru halkılık beytle vatandaş. Demek kendi Ukrayna'nın Krimiya hücum kılıvatqını intayin nazik uruş. Hal kılgıç uruş. Rusya-Ukrayna oturuşki münasebetini emas, Rusya'nın kelgisi takdiri, dünyadaki tutulgan ornu ve haritisi meselesiga bevosita qiladigan hal qilg'uch urush, Krimiya urushi. Umumyüzlük başlanmagan bo'lsa, hozir 57 qatim hücum qildi Ukrayna Krimiyaga deydi vatandosh. Amma tarafdan ot yolqini ishida qoldi halqılık beytler. Yana bir haber. Xi Jinping raketa qismlarining 100 o'rishiga duch keldi. Nima deganda Xo'janjon Xi Jinpingning armiyasi raketa qismlari hozir qo'mondonlari, siyosiy komissarlari, generallar hammasi ba'zi o'ldi, ba'zi qo'lga olindi. Demek hozir bu yer nima deyapti deseniz, Xi Jinping Xo'janjon yoki raketa qismlarining 100 örüsüge duch keldi. Amerika nayeti çıraylık sınıp kirdi. Prezident Joe Biden Jungo'nun qarniyetini yo'qotish kerak dedi. Prezident Joe Biden Jungo'nun qarniyetini yo'qotish kerak dedi. Bunun misali Jungo sen mening ko'z oldimda nazorat ostida dedi.
Yani o YMPD şa. Prezident Joe Biden şundaq dedi, Cungu sen menin köz aldımda YMPD şa, yaki nazar tıması da. Video film alqalaq paytla.